Salom do'stlar. Siz o'tishi mumkin bo'lmagan o'yinlarni ko'rganmisiz? Oxiriga qadar yetish uchun qancha marta harakat qilsangiz ham, qancha marta o'ltirilsangiz ham undan hech qanday natija chiqmagan vaqtlar bo'ldimi? Hozirgi vaqtda internetga kirib birovning nuqsalarini ko'rib qiyin yerdan oson o'tishga bo'lmasa, o'yinning oxirini birdaniga ko'rishga bo'ladi. Biroq oldin bunday narsani armon qilsa ham bo'lmagan. O'yinning so'ngini ko'rish uchun oxiriga qadar o'ynashga to'g'ri kelgan. Afsuski, hamma ham oxiriga qadar yeta bermagan. Shu sabab ko'pchilik insonlarga jumboq bo'lib qolaverdi. Biroq bugun bu jumboqlarning javobini birgalikda topamiz. Flappy Birds. Vyetnamliklar tomonidan chiqarilgan ushbu o'yin ozgina vaqt ichida olamga taniqli o'yinga aylandi. O'yinni chiqargan avtorlarning so'zicha, o'yinni yashashga bir necha kungina vaqt ketgan ekan. Avval o'yinni Flap deb atagan. Afsus, bunday o'yin bo'lganlikdan Flappy Birds deb o'zgartgan ekan. Shu bilan 2013-yilning 24-mayida o'yin yoriq ko'rdi. Oktyabr oyiga qadar hech kim bilmaydigan o'yin birdaniga barcha yerga tarqatiladigan o'yinga aylandi. Barcha insonlarda o'yinni yengish mumkin emas, qanday yengsa bo'ladi degan savollar bo'ldi. Ba'zi insonlar 5 ochko yig'ish uchun yarim soat ketganini ham aytdi. Bu o'yinning oxiriga yetish uchun juda ko'p sabr va bardamlik kerak. Ko'pchilik odamlarning tirishqoqligi orqasida bir o'yinchimiz oxiriga yetganga o'xshaydi. O'yinning so'ngi ham o'zi singari jahlni chiqaradi ekan. Sababi 999 ochko yengganingizdan keyin oldingizdan Mario chiqib, undan nari o'tolmaydi ekansiz. Tetris. Bu o'yinga qarab turib so'ngida ajabtovur narsa ko'raman deb o'ylamaysiz. Ammo bu o'yinning ikki turli so'ngi bor. Birinchisida o'yinning so'ngida turli qahramonlar bilan turgan uyni ko'rasiz. Keyin shu uyning yuqorgi bo'laklari biridan keyin biri uchib ketadi. Ikkinchisida bo'lsa uy to'lig'i bilan uchib ketadi. Shundan keyin sizning oldingizda rekord tablitsasi chiqadi. Yanada o'z ismingizni qoldirishingizni so'raydi. Pac-Man. Bu o'zgacha o'yinni 1980-yil Yaponiyaning kompaniyasi yasadi. O'yinning maqsadi qahramonning ortidan quvib kelayotgan arvohlardan qochib yurib barcha nuqtalarni yig'ish kerak. Dastlab sekin harakatlansa 21-raunddan keyin tez harakatlana boshlaydi. Shu sabab o'yinni yengish qiyinroqday bo'ladi. Aslida o'yinni chiqaruvchilar o'yinni oxiriga qadar hech kim yeta olmasligiga ishongan. Sababi o'yinning qiyinchiliklariga yengilish kerak edi. Biroq o'yinning dangasaligidan oxiriga qadar kurashadigan odamlarning bo'ladiganligini bilmagan bo'lsa kerak. Soatlab o'ynab 255-raunddan o'tsangiz 256-raundda ekranning yarmida belgisiz harflar bilan sonlar turadi. Agar undan ham yo'l topib o'tadigan bo'lsangiz, yana sizni 1-raundga o'tkazib olib qo'yadi. Sizning ochkolaringiz arvohlarning tezligi shu turishda qoladi. Agar uning ham oxiriga yetsangiz, sizni shunchaki o'yindan chiqarib yuboradi. Trex Game. Boshqa o'yinlarga qaraganda bu bilan barchamiz uchrashganmiz va o'ynaganmiz. Internetda bir narsa yuklab yoki ko'rib yotganingizda set o'chib qolsa Chrome'da darrov shu o'yin chiqadi. Bu o'yinda siz oldidagi to'siqlardan o'tib ochko yig'ishingiz kerak. Avval bu o'yin 2014-yil chiqqan edi. Xatosiz ishlanganligi bilan Android telefonlarda qiyinchilik tug'dirganligi sababli o'yinni qayta ishlab chiqdi. Hozirgi vaqtda Chrome'ni busiz tasavvur qilish qiyin. Statistika bo'yicha 2018-yil bir oyning o'zida odamlar bu o'yinga 270 million marta qo'shilgan. Shundan keyin ulkan korporatsiyalar ham o'yinni xohlasa o'chirib tashlashga ruxsat berdi. Sababi yosh o'quvchilar ishlashi kerak bo'lgan odamlar bu o'yinga soatlab o'tirgan. Boshqa o'yinlar kabi bu o'yinning ham so'ngi bor deb o'ylayotgan bo'lsangiz kerak. Chrome kompaniyasi injenerining so'zicha, o'yinning so'ngiga yetish uchun sizga 17 million yil kerak ekan. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang. Siz kutgan videolar hali oldinda.